Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Umar Mo'minov kanaldasizlar va bugungi videoda men sizlarga qanaqa qilib telefonda infografik qilish o'rgataman. Shu oddiy telefonda va sizlar so'raganinglarda Telegram kanalimda ham like bosdinglar, ko'p odam hech kim dislike bosmadi, chunki hamma telefonda qilib ko'rsatishimni so'rashdi, kommentariyalarda ham so'rashdi va bugun shu videoga yetib keldik va bugun mana sizlar shu kontentni ko'rasizlar, o'zingizlar ham qaytarib ko'rsanglar bo'ladi. Va hozir telefonga o't olamiz. Sizlardan faqatgina like va obuna bo'lib qolishni so'rab qolaman. Kattakon rahmat, sizlar like bossangiz ko'raman va obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. Xo'p, ketdi, bo'lmasa boshlaymiz va hozir do'stlar qisqacha reklama bo'ladi o'zimni infografika bo'yicha va undan keyin davom etamiz. Do'stlar, hozir o'tkazmay turinglar, chunki hozir ekraningizda ko'rib turgan dizayn va animatsiyasini ko'rsatib o'taman va o'zingizlar baho berib, agar sizga ham xuddi shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Telegram kanalimga o'tib, menga murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon va Telegramim hammasi bor. Hozir sizga ko'rsatib o'taman. Xo'p do'stlar, davайте biz endi o'tamiz. Ko'rayotganingizdek hozir o'tdim, telefondan tayyorlab qo'ydim. Bizga birinchi bo'lib PicsArt degan ilova kerak bo'ladi. PicsArtni ko'chirib olganimizdan keyin kiramiz, davайте boshidan qilamiz. Kirib registratsiya qilasizlar va registratsiya qilgandan keyin tak, mana bu yerda sizlarda mana pustoy turadi. Pustoy degan sloy, o'sha ustiga bosamiz pustoyni. Bosib olganimizdan keyin agar reklama bo'lsa, reklamani o'tkazib yuborasizlar. Xo'p, undan keyin nima qilamiz? Undan keyin instrumenti degan joyga bosib, обрезать bosib olib, har doimgidek tepasiga razрешениyaga bosamiz va bu yerga 1800 ga 1440 deb yozib olamiz. 1440. Xo'p, o'kni bosib olamiz va ko'rayotganingizdek hammasi oson, hammasi juda qulay bo'lyapti. Xo'p, aytmoqchiman, men hozir iPhone da qolman va bu ilova Androidda ham bor. Androidga ham ko'chirib olsanglar bo'ladi. PicsArt. Вот. И так, men еще materialni tayyorlab qo'ydim bugungi video uchun. Qaysi infografik qilishimizni hozir ko'rib o'tasizlar. Hozir ko'rganingizdek 1480 ga 1440 sazas qoldik, yaratib oldik. Xo'p, keyingisi endi nima qilamiz? Dальше добавить fotoga bosib olamiz. Добавить foto qilamiz. Va keyingisi men уже tayyorlab qo'ygan fon tashiyman. Endi yoki hozir ko'rsataman, yana bitta narsa ko'rsatib o'taman sizlarga. Hop, katta qilib olaman yoki qaranglar. Buni olib tashlab turing. Tak, bu bizga kerak emas. Hop, bu bizga kerak emas. Biz hozir qaranglar nima qilamiz? Добавить bosamiz va mana Razer mishkasiga bugun biz sizlar bilan infografika qilamiz. Ko'rib turganingizdek ekraningizda. Hop. Расположениесini mana qarab qo'yib turaman. Va hozir xarakteristikalarni ham tez ko'rib olishim kerak. Tak, buni xarakteristikalarini ko'rib olish uchun hozir men kiraman. Mana Razer DS Header Essential degan mishka ekan. Расположениесini qo'yib olamiz. Пока что shuna qilib turamiz. Bo'ldi. Keyin men tepada ko'rib turgan narsalar ko'rsatib qo'ydim ekranlarda ham. Bu sloylar. Sloylarni mana pastga tushirsanglar bo'ladi, tepaga chiqarsanglar bo'ladi. Va mana background degan joyga bossanglar ustida цвет degan narsa chiqadi. Agar aytadigan bo'lsak, bu rangini o'zgartirish uchun. Hop, rangini qanaqa qilamiz? Chut-chut mana hozirgi ko'rsatganimdek boy seriroq qilamiz. Lekin fonni ham tashlab qo'yaman. Buni tanlab sloy, background, keyin цвет, и mana bu plyusikni bosamiz, ustidagi цветni nima bo'lib ketdi? Цвет, pipetka. Va bo'ldi, endi вообще zo'r. Ishlab qoldi ekanlar shu payt. Xo'p, nima o'chirib qo'ydim? Sloy o'chirib qo'ydim. Yoqitni qaytarib bo'ldi, anusini qilib oldik. Keyingisi hozir tekstga o'tamiz, bo'lmasa pastroqga tushib tak, dальше цвет degan joyini topib olishimiz kerak bo'ladi. Tekst degan joyini. Tak, tekst qayerda edi endi bu yerda tekst? Mana qilish kerak ekan. Так, tekstga игровая мышь deb yozib olamiz birinchi. Hammasi kichkina игровая мышь. Bo'ldi, игровая мышь. Пока что setkasi sal qiyinroq bo'ladi-yu, lekin
направляющий bor ekan. Уже bunisi yaxshi bo'ldi. Hop, игровая мышь. Keyingisi yana bitta tekst yoza olamiz. Игровая мышь, Razer, hozir tekstni o'zgartiramiz. Razer deb qo'yaylik. Так, Razer shriftini qanaqa qilsak bo'ladi? Игровая мышь Razer deb yozib oldik. Endi sloylarga kiramiz. Mana buni yashil qilsak bo'ladi. Rangini вообще idealniy ketadi. Hozir mana buni pipetkani olamizda. И вот. Уже yaxshi chiqyapti. Так, mana buni tepaga qilamiz. Игровая мышь. Xo'p. Mana bu fon oddiy bo'lib qolmashi uchun, fonimiz oddiy bo'lib qolmashi uchun hozir yana bitta narsa qilamiz. Так, mishkani sal amutroq qo'ysa ham shu chiroyliroq bo'lib turishi uchun. Xo'p, mana bu tekst yoniga tekstni qo'yamiz. Shunda bitta narsa давайте qo'raman, setka yana qo'shmoqchiman. Setkani ham hamma fayllarni Telegram kanalimdan olsanglar bo'ladi, bemalol o'tib olsanglar. Hop, setka qilamiz. Keyin gotovani bosib, oxiriga o'tkazamiz. Bosib turamiz-da, pastga tortamiz. Pastga tortganimizdan keyin xuddi shunday bo'ladi. Так, mana oxirigacha tortib qo'yaylik. Keyin непрозрачностьni aniq qilamiz. Bosamiz ustiga. Mana bu tagida qani непрозрачность degan ismi tepadagi emas ekan. Mana прозрачный deb yozilgan. Shuni sal kamaytiramiz-da, ko'zimizga qarab, salgina kamaytirib. Hozir ekranga qarab turaman. Так, все, пока ideal. Mana shu idealniy bo'ldi. Zo'r bo'ldi, чтобы fonni to'ldirib turish uchun, fon oddiy bo'lib qolmash uchun. Xo'p, keyingisi mana bu tovarga endi teng qilishimiz kerak. Olamiz, mana bu teng bosamiz-da, mana ko'rdinglarmi? Hozir ekranda ham ko'rib turibsizlar, teng qo'shildi. Uni regulirovka qilsa bo'ladi tengni. Xo'p, pozitsiya bosamiz-da, pozitsiya shu tomonda qo'yaversa yaxshi turibdi o'zi. Shu pozitsiyasi zo'r turibdi. Shunisi bu tomondan, shuni tepadan tushib turibdi-da, как-то bu tomondan. Va endi bu yerda svet qilib bo'lmaydi-yu, realistik, no, tushungancha olish, как бы tepadan turibdi-da shunda. Xo'p, pozitsiyasi zo'r turibdi. Настройкаga kirib, mana buni to'g'rilaymiz endi. Непрозрачностьni sal realistichniroq qilish kerak. Ну, bo'ldi, zo'r. Mana shuni qoldiramiz. Как раз ideal bo'lib turibdi endi, дополнение bo'lib, wow. Men telefonda oldin boshqa приложение qilardim. No, sizlarga zo'r spособ ko'rsatish uchun like bosib qo'yinglar. Bu video like yig'ish kerak. Xo'p, mana uni yopib qo'yaylik. Так, ustiga bosamiz-da, закрепить qilib qo'ysa ham kalitchani bosib qo'yamiz. Va bo'ldi, uni qimirlatib bo'lmaydi. Shuni tovarda ham shunaqa qilib qo'yamiz. Razer mishkani bo'ldi. Endi qimirlamaydi. Nimadir qimirlatib olmaymiz-da shunda. Xo'p, все, пока что zo'r turibdi. Endi OTP yozamiz. OTP informatsiya yozishimiz kerak. Так, mana informatsiyasi ham bor ekan, как раз uzumda o'zi berib qo'yishgan ekan. 6000 torius разрешение sensori. Xo'p, bo'lmasa yozib olamiz. Так, 6000 torius qilaman-da. Mana bu 6000 torius qilib. Так, 6000 torius ham ajralib turish uchun 6000 torius. Xo'p, yana bitta tekst yozamiz. Разрешение sensora. Hop, разрешение sensora. Keyin format bu tomonga va hammasi kichkina katta qilsa ham bo'ladi-yu, no. Daytida mana shuni qilamiz. Idealni tushdi, lekin xudani современный shriftlar-yu, xuddi shuna современный shriftlarga o'xshadi, chunki вообще zo'r. Разрешение sensora ham katta qolishimiz kerak ekan. Juda kichkina bo'lib qoldi. Hop, разрешение sensora bitta liniya bo'yicha qilamiz. Tagda как раз mana tepada o'zi liniya berib qo'yibdi, udobni qilib. Tak, liniya yo'qmi, liniyaga tushmadi lekin. Zo'r. Liniyaga tushdi. Tak, faqat mana sal pastroq tushishimiz kerak. Tiqilib qoldi bir-biriga. 6000 torius разрешение. Voy, nima qildim-mi? Telefonda shunisi qiyindi, lekin bitta qilib chiqish kerak. Разрешение sensori qildik, botga qo'ydim, bo'ldi. Chetga bo'ladi, пока что o'qilishi uchun нормальный. Keyingisi formaga kirib olamiz. Keyin avalni topib sal qisqartiramiz-da, yo'q. Undan ko'ra сразу mana topdim.
Hop, shuni давай qolamiz va yo'q. Kichkinalashtirish kerak ekan buni. Kichkina qolamiz. Yo'q, сразу bunisini и sal kichkinaroq qolamizda. Keyin pastga tortamiz buni, pastroqga tushiramiz. Цвет tanlaymiz. Цветni aytsam, Razer'nikidek qilamiz. Voy. Цветini har doimgidek yo'mayli pipetkani tanlab o'zini цветini qilaylik. Tekstini zo'r tushdi. Keyin yozamiz botga. Так, mana buni dublировать qilishimiz kerak, kopировать. Так, bu yerda kopировать degan narsa yo'q ekan, mayli. Yana bitta tekst yozamiz. Tekst yozib, так, yozishimiz kerak. Яркая подсветка, контроль ощущений bor ekan. Контроль и ощущений. Hop, control ощущений. Keyin kira olamiz, formatga bitta liniyaga qilamiz. Kichkinatiramiz. Control ощущений. Так, жирный bo'lib ketmasligi uchun sal aniq qilamiz. Control ощущений. Mana buni ham to'g'rilab olamiz. Keyin yaxshi control ощущений. Bitta liniya bo'lsin. Sal pastroqga tushiramiz. Yo'q, o'zi zo'r turgan ekan. Ideально turibdi. Контроль ощущений. Keyin создайте жесткую и четкую прокрутку для переключения. Hop, создайте жесткую и четкую. Katta bo'lib ketdi. И четкую прокрутку для пересечения. Mana topdim. Yaxshi, buni bo'lmas ekan. И цветini чуть-чуть qaraylik. Yo'q, mana oqqa yaqin qilishimiz kerak ekan, seriroq. Da, вот, mana cho'tga tushdi. Tavos tekstga kiramiz, bitta liniyaga qolamiz va bo'ldi. Kichkina, hammasini kichkinadanmi? Yo'q. Mayli. Давайте hammasini kichkinada qilamiz. Создайте жесткую, все, bu bo'ldi. Pastroqga tushamiz, mana bu pastga tushib, OTP-ga qolamiz. И bo'ldi. Qolamiz. Создайте жесткую и четкую прокрутку. Yana pastroq tushiraylik. Yo'q, o'qilmayapti-yu, вообще. Mana endi o'qiladi. Создайте жесткую прокрутку. Xo'p, пока что ikkita OTP yetadi deb o'ylayman. Так, ikkita OTP yetadi. Hozir yana bitta forma давайте qilsak bo'ladi-da. Forma qilib, bitta orqasiga aniq qo'yaylik. Прозрачность tursin. Qaranglar, orqasiga olamiz-da buni. Tovar orqasiga qo'yamiz. Tak, tovar qani? Tartib pechib ketibdi. Orqaga qo'yamiz-da. Tak, shunda как-то teng qo'shaverman bunga. Men teng qo'shdim. Tengni olib tashlaymiz. Yo'q, bizga teng kerak emas. Ellipsga teng kerak emas. Вот. Чтобы красивыйroq bo'lib turish uchun дополнить qilib Razerligini. Xo'p, do'stlar, men yana bitta narsa qo'shmoqchiman. Shunda hozir добавить foto qilib, qora ilonni anonsini qo'shamiz. Ish ana bo'lib turish uchun. Хотя бы дополнить qilib turish uchun ish, chunki busiz to'g'risi ketmaydi deb o'ylayman. Xo'p, buni mana bunaqaroq qilamiz, как-то. Вот. Готово. Qo'sha olamiz. Так, дублировать. Dublировать qattiq qilsa, bu tak dublировать. Yana qo'shishimizga to'g'ri kelar ekan yoki bitta bo'ladimi deb o'ylayman-da. Yoki yana bitta qo'shamiz, mayli. Mana bu ham teng qo'sha olamiz. Так, teng qo'shamiz, чуть-чуть bo'lish uchun tengni pozitsiya mana oldi bo'lish kerak edi. Bu teng. Voh.
Telefonda shunaqa narsalar qilsa bo'ladi do'stlar. Qaranglar, уже bu uzunligi 60% infografikadan zo'rroq qildik. Hozir prям jalb qiladigan, o'ziga jalb qiladigan o'sha infografika qildik biz hozir. To'g'risini aytsam, men to'g'risi kutmagan edim unaqa zo'r chiqishini o'zim ham. Bu sizlar ko'rsatma, u ko'zinglarni oldi вообще zo'r qolamiz. Xo'p, yana bitta qo'shamiz. Uni kichkinlashtira olamizda. Bitta bu ishimizni sal bo'lsa ham дополнить qilib turadi. O trazer qilamiz. Vo, do'stlar, ham gap yo'q lekin, to'g'rimi? Bu gap yo'q bunga. Вообще zo'r chiqyapti lekin. Bu yerda ellips tursa, bu ilonni turibdi. Yana bitta tepaga kopировать qilamiz. Kopiya qilib. Tak, yo'q, nima qildim? Tak, buni hozir biz o'zgartira olamizda. Bo'ldi. Vashi do'stlar, hozir yana bitta oxirida qaranglarni qorsak bo'ladi. Sal pastroq tushiraman. Oxirida magi ishlatib olsak bo'ladi. Bo'lmenya boshqacharoq bo'lib turadi. No, уже aytaman sizlarga, hozir o'zi zo'r chiqdi. Mana o'zinglar ham ekraningizda ko'rib turibsizlar. Bu telefon uchun bu do'stlar o'zinglar baho berishingiz mumkin. Xo'p, сохранить qilish uchun nima qilamiz? Eksportировать deb bosamiz. Undan keyin qaranglar nima qilamiz? Сохранение bo'ladi, bo'ldi. Сохранить bo'ldi, galereyamizga tushadi do'stlar. Va mana skачать deb bosamiz. Skачать deb bosib, JPG qilamiz. 227 gigabayt bo'ldi. Вообще kam, u вообще zo'r. Bemalol уже сразу infografikalarga do'konlarga загрузка qilsanglar bo'ladi. Va bo'ldi, skачать deb bosamiz. JPG, o'zi JPG ham zo'r. Качество изображения четкий bo'ladi. Все сохранено в формате JPG. Mana ekranlardagi chiqib turgan infografik qildik bugun. Va do'stlar, rahmat kattakon ko'rganing uchun. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, shunaqa video like bosib qo'yishingizni so'rab qolaman va yanada keyingi videolarda boshqa yana bitta приложение bor. Unisini keyingi videoda ko'rsataman. Agar yana bitta video ko'rsating, u более Photoshopga o'xshaydi va telefon versiyasi bo'ladi. Kamroq funksiyalar bilan. Uni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Agar bu video yaxshi like yig'sa va sizlardan yozib qoldirsanglar-da, uni ham ko'rsating, uni ham ko'ringlar desangiz, men shuni chiqaraman sizlarga. Bo'ldi, mana yana bitta ko'rsatib qo'yaman sizlarga ko'rishingiz uchun. Shuni qildik biz. Va do'stlar, agar sizlarga ham infografika yasab berish kerak bo'lsa, professional darajada menga bemalol Telegram kanalimga o'tib, o'shda nomerimni ham qoldiraman. Nomer Telegramni qoldiraman, bemalol yozib mendan murojaat qilib sotib bo'ladi. Va o'tganimdek boya, agar videoli animatsiya kerak bo'lsa, unga ham do'stlar murojaat qilsanglar, o'shda hamma narsa narxlari bilan tanishib chiqib, hamma narsa ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Sizlar Umar Mo'minov kanalida edinglar. Hammaga rahmat va sog' bo'lasizlar. Like bosib qo'yishni unutmanglar. Hammaga xayr.